Yangi sportiv ko'psanmi? Ha, odamlar kommentariyaga yozib tashlang-ku. Odamlarning gapiga qarab ish qilayotgan zamonmi hozir? Odamlarga qo'yib bermasang nimalar demaydi? Kampir, men bozorga ketyapman, bozorga keladigan kostyumimni olib chiq. Mana chol. Men to'yga ketaman hozir, to'yga keladigan kostyumimni olib chiq. Mana chol, mana. Kampir, absotlar o'tib qoptani. Janozaga keladigan kostyumimni olib chiq. Mana chol, mana. Zerikdi odam, bir mahallani aylanib kelsan. Kampir, ko'chaga keladigan kostyumimni tayyorla. Kampir, o'g'lingga o'qishidan telefon qildim, shaharga keladigan kostyumimni olib chiq, borib kelay. Voy, mana chol taqib qo'yaman, mana. Tug'ilgan kuningiz bilan. Voy, rahmat. Ajoyib-ku, buni bir bayramlarda ishlatamiz-da endi. Rahmat. Kampir, tug'ilgan kunga keladigan kostyumimni olib chiq. Tappa tayyor bo'la. Sovg'amni ham ber. Birdan ishlatasizmi? Qancha tez qo'yib yuborsak, shuncha tez o'zimizga qaytib keladi-da bu kampir. Buning yo'li uzoq hali. Bu qayerga borish kerak, bilasanmi?